Assalamu alaikum dostu kanalın görücüleri. Bugün 17 iyun болып kaldı. İyun. Noqatдағы mal bazarдағы bağlarda bilip veririz tuğanlar. 80 da otağı var ha? Torpağı var ekan. Qancha berdi tataymış o? Bilmeyman ama neçikli beryapti. 80 ming. 90 ming deyapti. Qancha qilib berdingizlar aka shu? 80. 80 berdingizlar. Yaxshi. 80 ming beryapti. Bugün negizi ular ko'p kelibdir. Ya qanchada odasi? Ha? 100 odasmi? Sağ olun. Torpağı urg'achi? Torpağı urg'achi, ha? 100 ming so'm deyapti do'konlar. 100 ming so'm. Qaysi 80 aka? Buni olib. Torpağı qaysi? Torpağı urg'achi ekan, ha? Malaga do'konlar. 80 ming so'm deyapti. Garantiyasi meni do'konlar. Malaga. 80 ming so'm. Qancha berishdi aka, sir bo'lsa? Endi keldingizlar va? 60 dey o'tadi. 60. Malaga. Hozirda da o'ti. Shunda ne oldu bu? 85 ga berib berdi. 85 ga berib berdi va 85 ga berilib turib torpağı urg'ach ekan to'g'anda. Qanchasi torpağı ekan shu? Birinchi torpağı? Maşallah malaga. Sütü da shunday ekan. Oho, malaga. 5 litrda 10 litr. Yaxshi. Aloy kimdan aka aloy? Alato. O'zimizni Qirg'izda alato. Qancha aloy? Aloy 100 ming ga bor. 100 ming kemi bor to'g'anda. Qanchanchi torpağı ham aka? 4-torpağı. 4-torpağı. 100 ming kemi bor ekan to'g'anda. Sütü qancha berdi otayam aka? Bolasi bo'sh 6-7 litr sog'olyapti. 4 kun bugun 5-kun tushgan. Malaga. Yaxshi. Qaysiga berdi aka? Qancha berib qo'ydi shu aka? 90 ming so'm. Shundaq aka? Shundoq. Ha? 90 ming so'm beryapti. Biroq jelini o'ta kuchli ekan to'g'anda. Torpağı erkakmi? Erkak torpağı. 90 mingga berib berdi dedi. 90 ga beryapti to'g'anda, buna qarangizlar. Qash bu do'stu ekan aka. Yaxshi aka to'g'anlar. Qanchasi torpağı ekan shu? 3-4-chi deb o'tdi. 3-4-chi ha? 3 ekan, 4 ekan to'g'anlar. Bermaydi aka. Qarangizlar. Bu parodasi qanday buni? Qancha ekan bu aka? Qancha deyapti o'zi? Buni. Birodandiki buni. Qancha deyapsiz uyda aka? 150 ga o'tadi, kami bor. 150 ming kemi bor ekan to'g'anlar. Torpog'ida o'giz bo'layin deb qolibdir aka. 17 litr sutga garantiya bor. Maşallah ularga. To'g'anlar. To'g'anlar ko'rib turibsizlar. Qarab qo'ysangiz. Xatir qo'ydi. Yaxshi. Ya tortoqni yaxshi chiqadi. Hozir ko'ringizlar to'g'anlar. Hozir ko'ringizlar, orqasidan oldidan degandek. Jildiradi. Bunaqa. 150 ming kemi bor deb turadi to'g'anlar. Maşallah bunaqa. 17 litr suti bor ekan. O'ta sonun to'g'anlar. O'ta sonun to'g'anlar bunaqa. Siz qanchada otasiz aka? 80 ming deyapti to'g'anlar bunaqa. Torpağı qanchasi torpağı aka? Birinchi torpağı erkak ekan, ha? Erkak. Aka. Yaxshi. Keyin mana yoqdan qanchaga bog' bo'ldi aka shu?
Endi bu bo'lelekmi? Ha. Qanchada otasi o'zi? 130 kemi bor. Torpoq urg'achi. Urg'achi torpoq. Simental o'xshaydi aka. Shved deb to'g'anlar. Mana. Yaxshi. Endi bog' bo'lgan joylardan siz qanchada otasiz torpoq? 150 mi? Ha, 150 ming so'm ekan to'g'anlar. Torpoq erkak ekan. Bozor bog' bo'ldik. 100 qiluvdi. 100 ming so'm qilyapti. Yaxshi. Buqani qanchada otasiz buqan aka? Buqa qancha buqa? 80 ming so'm. 80 ming so'm deydi to'g'ri. Siz qanchada otasiz aka? Men 150 ming so'm deyapman. 150 ming so'm to'g'anda. Sutni qancha beradi aka? Hozir momentda 6-7 litr sut beryapti. 6-7 litr sut beradi aka. Hozirgi momentda. Mana bolasi mana. Qanchanchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi urg'ochimi? Urg'ochi bolasi ekan to'g'anda. Urg'ochi bolasi. O'ta yaxshi bo'lgan. Yaxshi. Ya munojaqa o'tib to'g'anda. Munojaqa o'tib. Meta realni bolalar tatayin. Like bosilakda do'stlar. Like bosib qo'yinglar. Biz uchun qiziq. Qancha oldi ekan shular aka? Bosi. 2000 so'm kam 90 ming so'm. 2000 so'm kam 90 ming so'm bu. 88 ming so'm. Torpoq urg'ochimi? Urg'och torpoq. Hozir uydu ko'rsatamiz sizlarga. Mana. Torpoq urg'och ekan. Yaxshi. Bermaydi hali. Mazaqdir. Ma uydu surayınç. Ya torpoq erkek aka? Erkek. Qanchada otasiz aka? 70'te. 70'te otasiz. Ha, yaxshi. Birinchi bolasi mi? Birinchi bolasi ekan to'g'anlar. 5 litr suti var. Bozor qancha berdi odam aka sir bo'lsa? 64 erişdi. 64 mingga bog' olibdi to'g'anlar. Berilibdi to'g'anlar. Mana. Yaxshi mana. Tak. Qanchada otasiz aka shuni? 90 ming. Torpoq urg'och ekan, ha? Urg'och 90 ming deyapti to'g'anda. Aytilish bahosi. Aytilish bahosi. Siz qanchada otasiz taqsir? 70 torpoq urg'och ekan bunda. 70 ming so'm deyapti. Yaxshi. 85 ming kam bor aka. Urg'ochmi? Bolasi urg'och ekan to'g'anda. 85 ming so'm deyapti. Qanday aka? Yaxshimi? Ya qancha oldi aka shularga? Qancha oldi? 45 ming 500 so'm bo'ldi to'g'anda. Qaysiga berdi aka? Buqaga. Bol tortmayman aka. Qancha berdingiz aka shu? 69. 69 berdi. 69 mingga bog' oldi dedi. Negizi buqa bozorda qo'shib tortayin to'g'anlar. Qancha oldi aka? 70 ming bo'libdi to'g'anlar. 2 yaş aka shular? 2 yaş ha? 2 yaş. Qaysi bog' oldi? Nolmi? Qancha berdi? Qancha berdi? 90 mingga bog' olyapti to'g'anlar. Qancha berdi o'zi aka? Hozir bu menda hozir
Qancha dedingiz aka shu buqani? 120. 120 ming so'm deb tutanlar. Bermaydi hadi. Buqalar tortib o'tayim. Qaysi bavulda aka? 5 mi? 5 qaysi 5 qancha berdi? Ammo 5 ku. Qancha berdi aka? Bunga beradigan sular ezib suraydi. Em bora. Em bavul vaqt tutanlar 5 o. No 5 o. Saytpadı. Koçuk aka. Şansı olasın. Beremedi. Bu siment alvaga qanchada odasi aka? Qancha ketdi? Qancha? Semiz ekan bu. Qancha ketdi dedingiz aka bu qoldi? Men ham uxlay qoldim. Qancha oldu aka? 125 ming so'm oldu bunlarga. Вообще tığılıp qoldi to'g'onlar. 125 ming so'm. Buna yoqdi da. Tortqa boshlaydi to'g'onlar. Qancha olasiz aka shuni? Egasi keldik aka. Ya bosini aytib qo'ying bosini. 150. 150 deyapti shuni. 150 ming kim bor deyapti to'g'onlar. Oho, mana bu qalar. Qancha yaş aka shuni? 3 yaşar. Qanchada odasiz bosini? 120. 120 ming so'm. 120 ming so'm. Qanchadan ay bular? 120 dan mı? 120 ekan buldilar to'g'onlar. Ekoy qirma olib tur. Qancha ekan bo'lsa aka? 120 ming so'm. Chekadan 120 ga beri. Sotildi akalar shular. Qanchaga bog'oldi aka? Bog'ol taqatda. Nazarda bog'ol otdi to'g'onlar. Biraz yoshroq erkekler tartib o'tayin, tortmoqlardi to'g'onlar. 35 deydi. Kursan ismalik 35. Oho. Qaysiga berdi? Bunaqa. Atlar. Qancha berishdi? 135 ming so'm. Bavul otdi to'g'onlar. Qayoqdagilarni aytdi? O'rib otasiz. Cheka. Rasmona borganda sotmaysizmi? Qorada buqalar ekan to'g'onlar. Bermaydi aday. Ya bugün bozor o'rtqa. Şu bavuldan. Qancha berdingiz? 48 ming so'm. Yaxshi beribsiz aka. Soting aka. Biraz og'riqroq ekan-da. Uzun narsa ekan-da. Bağolmuş. Qancha beşdi dedi? Berazmi. Yil aytsa olgan ko'raman. Qanchaga chiqdi aka?
Saatte yasar. Ve 1000 so'mdan oldu. 64 ming so'mga sotildi to'g'onlar. Katta. Odam qo'shib. Ya qancha oldu akalar shular? 55 yarim oldu. 55 ming 500 so'm bo'lib to'g'onlar. Shuru otib, ana, sağ qo'zg'oldi atam. 55 ming 500 ga ketdi. Bo'ldi ekan boy. Tortib qo'ying birodan. Mana bunozin. Kuchtusi ekan edi, o'ta kuchtusi. Qanchaga chiqdi shu aka? 45 qilyapti. 45 mingga bog' bo'lyapti. 60 ning ustiga sotamda edi. Nega? To'qol ekanda to'g'onlar, parodasi ekan. O'g'ma kalta buq ekanda. Qancha bo'lsa aka? 42. Bo'ldi, 42 ming so'm bo'lyapti to'g'onlar. Kel o'tdi endi. Qanchaga chiqdi shular aka? Yomon g'iyrat qo'y bor. Qancha berishdi aka shular? 40 dan beryapti to'g'onlar shular. Kırk ming so'mdan ekan to'g'onlar. Qancha oldu aka shu? 52 ming so'm berib o'tam. 52 ming so'm bu. Berib o'tam deb to'g'onlar. Torpaq urg'ach ekan. 52 ming so'm berib o'tam deydi. Mana torpaqlar. Qanchadan aka torpaqlar? 40 kami var. 40 kemi var ha. Qanchaga to'xtadi aka? 36 mingga. Yaxshi. Qanchaga sotdingiz aka shuni? Ya bunu 25 kami vardı o'tam. 25 kem berdi otasi. Ha. Sotilmay, o boshqa sotdi. Boshqasi-mi? 25 ming so'm to'g'onlar. 25 ming so'm. Qancha berib qo'ydi shu? 33 ming. Parod ekanda bular o'sa turgan. 33 ming so'm to'g'onlar. Qancha oldu aka shu? 1000 so'm kam 26 oldu. 26 ming urg'ach ekan ha? Urg'ach. Urg'ach. Qancha aka shu? Qanchaga oldingiz? Buni egasi hozir bolasini o'qitibdi. Aa. Ona 19 so'm. Mana 19 mingga olib turdi to'g'onlar. Erkak torpaq olgan. Mana esi jo'q ekan hozir. Qancha verdingiz ekan shuga? 35 ming to'g'onlar. Urg'ach ekan. Biroq sinidan o'ta boshqacha ekan. Yaxshi berdi. Torpaqlar qanchadan? 25 ming so'mdan ekan to'g'onlar. Urg'ach ekan ham nosi? Nos urg'ach, nosida urg'ach ekan. Nos erkak ekan, ha? Olib sotar ekanda bo'ldilar, ha. 25 ming so'mdan ekan to'g'onlar. Qanchadan berasizlar? Yaxshi aka. Qanchadan berdi shularga? Farqli berishdi. Bunaqa qancha berdi bunaqa? 15 ga beram deb. 15 ga beram deb otasizmi? Yaxshi, urg'ach ekan to'g'onlar. Buni qancha? Bu 20 kami. Bu 20 ming kemi bor ekan to'g'onlar. Yaxshi.
Qaysi sotildi eje? Ha ketdi. Qanchaga ketdi? 17 ga. 17 ming so'mga sotildi to'g'ri. Buna eje oldi hozir. Ketdi. Boş. Boş ki. Ketdi to'g'ri. Qancha oldi aka shu buni hozir? Qancha oldi do'stim? 28 ming so'm oldi to'g'ri. 28 ming so'm. Ya dog'dan butunlak bu bo'lsa, qanchaga chiqdi? 33,5 ber. 33,5 to'g'onlari. Nimaga? Bermay turadi, biroq sini boshqacha ekanda. Nima qarаңыз a? Apasi boshqacha bo'lgan ekanda. Shunday ekan aka. Nimaga to'g'onlar? Sizlar bilan do'stlik kanali bo'ldi to'g'onlar. Bizning kanalga qattiq like'dan bosib qo'yingizlar. So'zsiz. Qancha oldi aka shu? Yo bo'laylik. Bo'laylik a? Qancha bo'lsa? Bolar 35 mingdan kam. 35 mingdan kemi bor ekan to'g'onlar unaga. 35 ming so'm. Yaxshi.